qonda xolesterin miqdorini balandligini qanday bilishimiz mumkin? Demak, bemorlarning asosiy shikoyatlari qonda xolesterin miqdori baland bo'ladigan bo'lsa, yurak xurujlari bezovta qilishni boshlaydi, qon bosimi ko'tarilishi boshlaydi. Mana shunday holatlarda bemorlar kardiologga murojaat qilib kelishadi. Qonda xolesterin miqdorining baland bo'lishi qon tomirlarining devorlarini torayishiga olib keladi. Qon tomirlari devorlari torayganligini hisobiga yurak kerak qon bilan ta'minlana olmay qoladi. Yurak shu qon tomirlari orqali barcha organlarga qon yuborganligi uchun bu faqat yurakni o'zida emas, miya qon tomirlari, yurak qon tomirlari va boshqa katta magistral qon tomirlarida xolesterin va blyashkalar paydo bo'lganligi uchun, hoslalar paydo bo'lgani uchun kerak miqdordagi qon bilan ta'minlana olmay qoladi. Masalan, bosh miyada, yurak sohasida yoki boshqa organlarda shikoyatlar, oyoqlarida og'riqlar bilan bezovta qilish ham paydo bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlar paydo bo'lgan paytda xolesterinni qonda baland bo'lganini bilishimizning birinchi yo'li bu qonda xolesterin miqdorini tekshirib ko'rish. Qonda xolesterin miqdorini tekshirtirib ko'rishimiz uchun bemorlarimizga kechki ovqatni 18:00 dan keyin ovqat tavsiya qilinmaydi va kechki yeydigan ovqatlarni ham yog'siz ovqat tavsiya qilinadi va ertasi kuni ertalab kelib klinikalarga, laboratoriyasi bor bo'lgan klinikaga murojaat qilib, qonda o'sha xolesterin miqdorini lipid inspektor degan analizimiz bor. Mana shu analizni topshirishni biz tavsiya qilamiz.